Ben bugün türmeden çıktım. 10 yıl oldu. 10 yıldan beri bir qetimi mengip bakmagan bu yolda mana bugün önsiz, ümitsiz, garang bir holatga ketib boraman. İlgari bu yollardan talay qetim mang'anim hali ham esimda. Ammo o chog'da hozirgidek ümitsiz, garang holatda emas. Balki visol shodlig'ida chaq-chaq bo'lgan yuragimni tezroq qondirish uchun mag'rur tabiatli yuguruk otlardek tez mang'an edim. Lekin hozir o chog'lardagidek mag'rur yo'q. Aniqrog'i meni ishtirak minish undaydigan, yuragimni magnitdek o'ziga tortib turadigan yilqi sirliq kuch yo'q. Uni turmaning tomlari yeb tugatdi. Qalbimdagi cheksiz nafrat, tugumas pushaymon tamamen yeb tugatdi. 10 yil. Mana bu 10 yillik turma hayoti meni yangi boshdan odam qilib yetishtirdi. Bu 10 yil ilgirki yoshqini bir yigitni turmushning issiq sovuqini ko'rgan, ajoyib sarguzashtiga, unutilmas saboqiga bo'lgan pishqon bir kishiga aylantirdi. 10 yil. 10 yil degan oz gapmi? 10 yilda 10 qitim bahor keladi. Ana shu 10 yil ilgari tikilgan ko'chatlar bugungi kunda yo'g'on daraxtga aylangandi. Ana shu chaqda tug'ilgan bovoqlar dal bugungi kunda boshlang'uchning 3-yilligida o'qiyotgandi. Ishqilib mendek bir yetim o'g'loq elning uxlus tushigimi kirib sanmagan edi. Bilaman. 10 yil ilgariki arzu armonlar hozir menda yo'q. U chaqlar allaqachon kelmasga ketdi. Ammo bu 10 yil menga ajoyib narsani hadiya qildi. U bo'lsa-mu turmushning ochiq ko'z yoshi bilan yezilib, cho'nqur tajriba saboq bitilgan bir kitob. Mana ko'chamga keldim. Suyimlik ayolim bilan. Yo'q. Uni suyimlik deyilmaydi. Bechora opam doim yo'limga qarab turadigan ash to'nush, mehri issiq ko'chamga keldim. Bu ko'chadan kichik chig'imda bog'cha isib o'tdim. Cho'ng bo'lganda Halimani qo'ltiqlabmi o'tdim. Shunisi afsuski, baxtli kunlarimizning guvochisi bo'lgan bu ko'chadan keyingi kunlarda opamning jinozasini ko'tarib o'tdim. Vafosiz Halimaning chechini so'rabmi o'tdim. 10 yil bo'ldi. Bu ko'chadan bir qatim o'tamadim. Endilikda bu ko'cha meni tanıy olarmi? Ehtimol mahalladagilar meni unutib ketgan yoki meni tanimaydiganlar ko'payib ketgan. Ana mening uyim. Bir chaqlarda opam shu uydan yugurib chiqib, kulib turib, peshonamga so'yib meni qarshi oladi. Lekin hozir uy yo'q. Bir chaqlarda men mush qo'roda dadam bilan opamning quchug'ida turmushning g'amlaridan xoli tatliq uxlagan edim. Keyin dadam qazo qilganda opamning mehri bilan dadasizlik bilinmabdi ekan. Mana bugün bularni intayin cho'nqur his qilyapman. Dada, opa, sizlar qayerda? Bu vayrona qo'roda ayni chog'da bir baxtli oila yashagan desa kimmi ishonsin? Tova, men bu hammadan mahrum qoldim. Lekin bu qo'roda nima gunoh? Uning hozirgidek egisiz, miskin qilishiga zodi kim sababchi? Opa, jinim opa. O'g'lim seni yo'qlab keldi. Vafasız oğlum qaytib keldi. Ayni chaqda oq qorini, sening onalik qalbingni tushunmagan o'g'lim bugun hammani tushunib yetdi. Allohdan sen opa. Hammani tushunib yetdi. 10 yil bo'ldi opa. Sen bilan muhtaç qilib kelamadim. Meni sening og'izlaring tutdi opa. Men öz cacamni yedim. Eli hamma yevatıman apa. Sana qilganlarimga o'kinyapman apa. Men vafosiz. Men eski. Jinim apa. Bag'rini olsangchi. Mendek ozg'an o'g'limni qaytib bag'riga bossangchi apa. Jinim apa. Menga rahim qil. Apa!
ilgiri gözlerinden aktırgan taram yaş. Emdilikte menadın ekvatıdı apa. Yürügümünü ezgen azap. Emdi men o yürügümünü ezovatıdı. Beni keçürü apa. Beni keçürü apa. Apa. Canım apa. Ben tuzkor. Ben vapasız. Beni keçirgin apa. Canım apa. Tansı oynamagan ikkimizli qaplıqda. Ben oynashni bilmayman. Nima shu? Ikkimiz birga yurgansa qandaq? Turay, o'ynaylik. Bilmayman deb sizga dedim bu. Ahmet'e kışık bırakayım. Oye Ahmet, chiqinglarni tunishvasin deb attaydan sorun hazırlasam, onu mu kaçırıp qo'ydingizmi? Sorun görmegen undaq ma'tu qizlarni Ahmet sayqirg'icha, o'zingizga o'xshash ochiq chichan, shu qizlarni tunishtirib qo'ysangiz bo'lmasmidi? Voy, undaq deganingizlar Ahmetning holi bek quygan. Chiroyi undaqkan, mijoz bundaqkan deb hozirgacha loyiqmi yo'q? Voy adaş. Tansı oynaylı dese, apamdan so'rab kelay deydigan qizlar hozir zamondan qoldi. Yar bo'lsa, sho'x bo'lsa, bo'lmas yo'q bo'lsa deganni anglamaganmidi? Rost emasmi Ahmet? Ancha-muncha sorun ko'misimi? Boyqidek bo'ladi. Sorun ko'migan deb ip kelsam, sizdan dödün qaşqanda qaşdi mana. To'y qilsam bag'u. Ayolingning ancha-muncha sorundorchiligi bo'lmasa, qatordan qolasan og'ayni. Onun ustiga kadr deganning ayoli o'ziga loyiq bo'lmasa bo'lmaydi, ha? Her taraftan tang yetishgan qiz topsang, mana bizdek baxtli bo'lasan. Shundaqmi, Amir? Shundaq bo'lmaydi. Geping o to'g'ri. Biroq opam Xotinni sen olamsan, opam. Haqiz juya balam. Mush kunlarda bek yosindigan bo'p ketding. Kelin ko'rdiga o'xshamamdan balam. bu miroq emas opa. Undaqda to'yni qachon qilamiz? Kelinimni qachon boshlab kelasan balam? Loyiq topganda boshlab kelmamdim opa. Bu balaniza. Yaxshitirdilimi Sarxacha? Keldingizmi qizim? Uyga kirib o'ltirib turing. Hozirlik kiraman. Bugun yana avar qiptiman qizim. Undaq bo'lamdigan Sarxacha. Biz yaqin qo'shnilarni tursak. Qani o'ltiring balam, o'ltiring. Ahmad, baqqa kirib mevalardan ep chiqqan balam.
Bo'ldi Sarxacha, meveni keyin yeymiz, men chiqay. Birdam yerimdam o'ltasınız bo'lmamdi balam. Hajab aldırdınız-ku, ha? Beka bo'lsam, yana kirina emasmi? Kirib chiqib shugich bir amalni qilsak bo'ladi. Ems men chiqay. Chiqdingizmi qizim? Kirib turasiz amsa. Mehmonda qalayimqan so'zlaysa apa, haqni xijil qilib. Dilingda nima bo'lsa, tilingga shu chiqdi debdikan balam. Qalaymaqan so'zlab nima qilatdim? Necmi Xolidaning tug'ilgan kuniga jurah bilib boramiz. Bo'ldi adaş, men Nurbiyani ilib. Keyin unda mava. Sen meni bak. Mayli adash. Mening hamroyim bo'lmagandan men maqashtirak. Bag'anda ko'rishaylik. Xo'shamiz adaş. Xo'sh. Shundaq qilib. Balaning dadasi o'lib ketdi qizim. Shundan beri men shundaq yashab kelyapman. Ko'ngillarni buzmizlar Sarxacha. Biz sizlarni yolg'iz qo'yatdikmi? Yelimi ko'p esqatdingiz. Uyda qiz balaning yo'qligini bilindirmadingiz balam. Men sizdan ming maratam rozi. Sizlar rozi bo'lsizlar, biz rozi. Rahmat qizim, rozi bo'lmamdigan, rozi bo'lmamdigan. Ahmet sen canım balam. Ben apa, ben aça. Kira balam. Ay canım apa. Hey, musharaq degan neymiş kim ichidigan sen. Jura balam, men seni hujranga kirib qo'yay. Qulvag'in. Men texi seni kemmay qalamdikin deb Asigulni chaqirib olgandim balam. Sen bo'lmasang qo'rqman emasmi? Vay Tez uxlab vay olgin, apa. Asigil var da, onun nem var bu uyda? Qalaymaqan gap qilmay hujranga kirib ket balam. Turdingmi balam? Kela, çay içkin. Ala çay içce. Qandaqroq turibsan balam, beshingdan og'riyotamdi. Azroq. Yoki bo'lmasa bugun ishga bormay, uyda dam olamsan ya. Yo'q apa, ishga bormasam bo'lmaydi. Tönügün Asigul kirib, kirqatlarimni yuyib, chachlarimni tarab qo'ydi balam. O'z qizim bo'lsa-mu, shunchalik qilar edi. Rostlaysa apa. Lekin men Mening gapim o'zi davagin apa, qo'lg'im senda. Asigulni boshqa birisiga yotliq bo'lib ketamikin deb ansirayman. Apa, men ish qilmay ya. Asigul, chiqlar. Sizni og'ash ketay.
Oğlum, rastыңны eysan bo'latdi. Agar rastını loyiqing bo'lmasa, Asigülge tezroq gap ichib. Ay, loyiqimmi? To'y qilganmi yo'q, bo'ldimi? Oy, Akila apa, men töküp ötey. Bo'ldi, o'zimni to'kib o'tay. Qizim bo'lmagandikin. Balam, men qachongacha bu uyda tikandek yolg'iz o'ltiraverman. Qachonmi mao mening kelinim, mao mening nevram daman, ha? Nemanch aldirab ketding apa? Kelin degan hamon ko'rasan go. Taz taranğıcı toy tügepdi degan gap ba balam. Bundaq yurayversan, Asigül toy qilib ketarmikin deb ansirayman. Kimsan Asigülni olaman debdi? Qachonli qarshi shu gap? Bu nima deganing balam? Asigüldek qizni ammay osmondagi oyni olatdingmi? Uning sen yaratmagidek zoti nari bakan. Kichigimizdan tortib, akisini deb cho'g'an tursak, amdilikda uni olsam sat emasmi? Sat bo'ladigan nari ba balam. Bir-biringlarni bilsanglar, texmi yaxshi emasmi? Yaxshimish texi. Hoş adaş. Hoş. Muştabda qanday qilishini faqat bilamadim adaş. Bo'ldigandek yeroz qachchidil to'yini qilib olmamsa. Bo'lishni bo'ladi. Chiroyimi chiroyliq. Lekin Mana bo'ldi emasmi? Chiroyimi chiroyliq gap. Bo'ldigan qizim noz qilib o'tiramsa. noz qilayotganim yo'q adaş. Mening o'ylayotganim Qani ayt. rostini aytsam, mening zamonga loyiq yuradigan qizlarga uylangim bor. Atugün do'st birodarlarimning oldida mening ayolim degichiligi bor yerdan uylanmasang, u chog'da qatodan qoladigan gap adaş. Chiroyli qo'ygandan zamonga loyiq qilib o'zing yasab olsang bo'lmadimi? Undaq deganing bilan o'ltirishlarga moslashbagidek birasi bo'lmasa, yasab qo'ygan qil ish bitamdi. Qaraganda o qiz o'yin kulgiga toz aralashmaydigan o'xshamamdi. Voy, degina. Xo'sh. Xo'sh. Sarıqacha qanday ahvollari? Voy, Asigül qizim. Keling qizim, keling. Bu yoqqa o'ting. Bo'ldi Sarıqacha. Ko'nglaklarini tikib bo'lgan. Akirib beray deb kirishim. Voy. İşçan qo'llaringizga datbamisiz bolam? Qo'ymi chiroyliq tikibsiz bu ko'ynakni. İşçan qo'llaringizga datbamisiz? Men chiqay Sarıqacha. O'ltirib tamoq yeb chiqing bolam. Tamoq ustiga kirib. Tamoq yemay chiqib ketdingiz nemisi? To'xtab turing amsa. To'xtang. Asigül. Bekor ish qilsangiz qanday bo'ladi? Hunar deganni pul topaman deb qiladigan gap. Mana, eningizga sep qo'ying, ha? Sarıqacha bo'ling. Voy qizim, to'xtab turing. Asigül. Sen yok olsan şu alemde,
Otni yaksam yüreğimge Sen yok olsan şu alemde Otni yaksam yüreğimge Seni oylap gönlüm yerim Yüreğim yaşarmaz Şimdi baksam cananım Yine ümit bağlanmaz Seni unutmadım Seni unutmadım senin Bilmey nezrim bilmedim Unutmadım Seni unutmadım Seni unutmadım senin Bilmey nezrim bilmedim Unutmadım seni Dostlarım yoklar beni Yarenlerim izler beni Dostlarım yoklar beni Yarenlerim izler beni Seni oylap gönlüm Tavsini yaxshi o'ynaydigansiz Halima. Rostmi? Rost. Bardım kaya Yaxshimisiz Halima? Yaxshi, o'zingiz-chi Ahmad. Ko'rinmaydi ketdingiz-ku. Nima bog'u? Bir necha qatim telefon qilsam, sizni topolmadim. Rostmi? Rost. Chiqing, sizni aylantirib kelay. Ma'qul. Chiqing o'tiring. Ma'lum hamsa. Meningmi shundoq baxtli minutlarim 10 yilga tegishmagidek qimmatli daqiqalarim bo'lgan edi. Men u chaqda dunyodagi har qanday odamdan boy, har qanday odamdan qudratli bir yigit edim. G'ururim shunchalik ustun ediki, men har qanday kishini o'zimdan ortiq baxtli his qilmaydim. Chunki u chaqda men muhabbat uchun yanayotgan mash'al edim. Mening qalbimga Halima shohlik qiladi. Men uning quli edim. Çünkü o şunçalik chiroyli ediki, onun bilan birga mang'inimda ajoyib bir g'olib tuyg'usi meni asir qiladi. Hech kim mendek baxtli emasdi deb o'ylaydi. Kalbimde sana muhabbet Duydu dilimde ebed Muhabbet şirin muhabbet Hayatım yaş tutar ebed Çin sevgim ben bir yer sana Arpa garip sen bana Aşırıda katlananlar Sokulur bir yer Sokulur bir yer Ey şirin muhabbet Ey güzel muhabbet Sen benim hayatım baktın Yaşlattın muhabbet Köklettin muhabbet Sen benim göz nurun baktın Ey şirin muhabbet Ey güzel muhabbet Sen benim hayatım baktın Yaşlattın muhabbet Köklettin muhabbet Sen benim göz nurun baktın
Hayatda barlığım güzel, Armenim şahlığım güzel. Aşıklık güydürgen güzüm, Canımga can vergen güzel. Muhabbet şiirin muhabbet, Hayatım yaşlardan ebed. Kalbimde sana muhabbet, Kurguydur dilimde ebed. Kurguydur dilimde ebed. Ey şirin muhabbet, ey güzel muhabbet, Sen benim hayatım baktim. Yaşlattın muhabbet, köklettin muhabbet, Sen benim göz nurun baktim. Ey şirin muhabbet, ey güzel muhabbet, Sen benim hayatım baktim. Yaşlattın muhabbet, köklettin muhabbet, Sen benim göz nurun baktim. Sen benim göz nurun baktim. Balam, Asigülge gepning uchun chiqarib qo'yibdiman. Amdilikda boshqa bir qizga uylansang qandoq bo'lar, ha? Bo'lmaydigan narva. Men hech qachon Osigulni olaman demadim. Undaq deganing bilan Asigülning bizga kelin bo'g'isi bor. Bo'lsa bo'lmamdi. Har narsaning o'z xili bilan bo'g'in yaxshi. Tuvama balani. Bo'ldi. Tayyorlig'ini qilaver, bugun tushda boshlab kelaman. Sizni saqlatib qo'ydim, ha? Yaqay. Ahmet, sizga deydigan gapim bor edi. Nimel gap bo'lsa tatmay davring. Opangiz meni bekoch qizgan deb unimay qolsa qanday qilaman? Bu nima deganingiz? Sizni opam emas, men oladigan tursam. Uning ustiga sizning bu turqingiz Qodir ayollardan eshib ketadigan tursa, kimkan sizni bekoch deydigan? To'ydan keyin o'tinchilardek bo'lib qolsam bo'ladi-ku. Xotirjam bo'ling. Sizni vaqo xonish shakli yasab qo'yayman. Rasma? Ha? Kira. Apa, mehmon keldi. Voy, keldingmi balam? Tinchlikmi? Shu qo'rq o'tding qizim. Voy, Asigül, sizim o'ltiring balam. Bo'ldi Sarxacha. Yordamlashgidek ish bo'lmasa, men chiqay. Birdan o'ltiring qizim. Bo'ldi. Asigül, balam. Asigül balam. Asigül. Voy, qizim, sen nim bo'ldi? Asigül? Nim bo'lganda bu balaqa? Asigül, ishkinacha balam. Sen nim bo'ldi? Bala ishkinacha. Asigül. Ishkinacha balam. Birdan qaramimni qo'y apa. Nim bo'lganda bu balaqa? Qandaqroq Almaxon, tesh aman Obdan turvatdilar. turvatma. Asigülni ko'migili bir necha kun bo'pti. Bugun alaydan ko'rib chiqay deb kirishim Almaxon. Necha kundan beri bu balaning mijozi yo'q-ku, hech bilmadim. Qani chayga baxsizlar? Qani. Apangizga deb qo'ying Ahmet. O'g'il o'ylashga chidimizsa to'yliqni men sizga olsam bo'ladi. Eljob bo'lgan ayollar to'la dard aytib yurmisin. Haqning oldida sat emasmi menga? Qapomang o'mog'on. Opam undaq degan bilan pul mening yonimda tursa. Siz undaq degan bilan opingiz
Man qarang Halime, çoğla degan daverdi. Chiqimdan qo'rqsam sizni olaman deb maydamga uratdimmi men? Sizdek yaxshi jumi. Xotirjam bo'ling. O'zim to'g'rilayman. Apa mehmon keldi. Tinchtirishdimi? Tez to'llama. Uy kirsizlar. Uy kiringlar. Qani, mansizlar. Qani mansizlar. Asigul, bo'la qizim, tez choy demla. Bo'la. İlgiri neçə yerdən gələn elçilərə unmay qoydun qızım. Sən demisənmi? Köңlündikini bilgəşkə boptu dedim qızım. Bu qətim qısı xili bulduğan kişilər. Eliqi Ürümçidiki tağan Səmət bağı balam. Şularning xo'shnisi Qasım akangninki kichik o'g'liga deb kepti qizim. Hey, ko'zimning uchiq vaqtida qarzimni ado qilvatmasam bo'lmaydi. Dadang rahmatlikmi? To'yingni ko'rolmay ketdi qizim. İxtiyoring opa. Sen nima desang, men shu. Lekin men Ürümchiga kelsam, sen yolg'iz qanday qilasan? Akamning texnik maktab bitirganga yana 1 yil bor tursa. Xotirjam bo'l qizim. Sen baxtli bo'lsanglar men rozi, jinim balam. Hozirgacha putqulimning mag'duri bor. Akam maktab bitirib kelgicha o'zimni qamdab ketalayman balam. Undaq bo'lsang deydigan bir shartim bor. Sen ma'qul desang, men ma'qul Voy bo'laman. bo'ladi balam, qani ayta. Men to'y qilib bo'lgandan keyin sen Ürümchiga berib men bilan birga bo'lasan. Voy, bo'ladi qizim. Buning yoqdaydigan nari bor? Akam maktab bitirib kelishiga bir yaxshi qilib etib yeningga berib turman qizim. Jinim balam, xotirjam bo'l.
Apa? Yaxshi uxlatdilimi? Yaxshi qizim. Atigan turibsizg'u. Nadikini apa? Akasizlar, Bo'ldi, men suni men qo'yay. chechib etay. Men qo'yay, Mang bo'ldi. daysizlar? Ma'qul apa. Balam, Ahmadcanni uyg'oting, choy ichib olsin. Apa, kir yuyatamdilar? Keldingizmi? Akasizlar men yuyay. Bo'ldi qizim, men shu uyda. Bo'pdamisa. To'g'ri. Halima, men keldim. Keldingizmi? Keldingmi, balam? ishdan tushib kelishim. Balam, o'z qo'lingiz bilan o'qishtirib bir lag'man eting-a. Mijozim yo'q. Apa, o'zingning qo'lidan keladigan bo'lganda ekan, Halimani buyurmay, o'zing qilyapmisa, ha? Apa. Ahmad, apamning yeniga chiqib paranglashib kiray, ya. Ma'qul. Apa, Keling, balam, keling. ertadan kechgacha uyning ishlarini qilaman deb putlari og'rib ketgandi. Men tutib qo'yay, ya. Yo'q, balam, siz mushundaq devdingiz. Ko'nglim bilakchil yo'rib ketdi. Rahmat, balam, rahmat. Halima, o'rningizdan turing, balam. Mana. Ajabdir. Balam, ustingizga bir narsa atvasingiz bo'pti ekan. Ahmad qo atigan ishqi ketgan. Shundaqdimi xulim qo'shnilar ko'rib qolsa, sad emasmi? Ajab zerikdim. Shu xizmatingizni demasam-ku, sizni yenimdan ayirmaydim. Meni yana bir necha kun g'izosiz qo'ydigan bo'ldingiz. Amal bor, tezroq qaytib kelasiz. Bo'lamdi? Xotirjam bo'ling. Siz salomatligingizga diqqat qiling. Apamni yolg'iz qo'ymang, ha? Ma'qul hamsa. Xo'sh. Ma'qul, xo'sh.
Manımı. Qizim, sizga deydigan bir gapim botdi. Ha, devesile. Mundaq gapdi qizim. O'tgan hafta bozorga berib, yonashimda bir ish uchrab qoldim. Qarasam, bir ayol bozorda shiqilib qopdi. Kishilarning deyishicha, xizmat ishi bilan Urumchidan kelgan bir muxbirkan. Tuyuqsizlar kesil qo'zg'ilib qilib, yetib qopdi. Onun bu yerda hech qanday tonish bilishlari yo'qkan. Shunga Nima? Onunla biz iyi yolalı demekçi mi? voy qizim, gapimni bo'lmay turing. Uni shu kunla yotoqqa oldirgan edik. Lekin operatsiya qilmasa hayoti xavf ichida qiladigan ishkan. Uydagi pulni Ha? Öydük pul ne? Nimi davatıdılar? Öydük pulun olmaca özüge tüşlük işi var. Bikarı kalgan pul yok. pulni ishiltib qo'ydim qizim. Shu bichar o'limdan qutulib qolsa, pul bo'lmasa operatsiya qilmaydigan ishkan. 4000 koy pulni Nimi davatıdılar? 4000 koy. Tova kıldım tova. 4000 koy degen az pul mu? Kayırganda muhbirga yardam kılsam namın çıkamikin dep şöhret parası kıgıcı singenallarını yap öyde oltası bo'lmas mıydı? lekin uning hayoti Ha? Haq ölsüsülüğü nimidi? Hazır degen bir moçanın tüşügüdün min qıtım ötüdüğün zaman bana birer tal zencir, birer tal üzük ep yeriş kiçidim ayla. Hadi sıla toyda ağan nerslerini bana akıp biziripli olturu alala. Elbette haq ketkiçi mankesi yaman bular mıydı? Öylerge çaşkan kırsı yamanlap çıkıdı. Şundak durup haqqı yardım kıgılı siligi nima hal? voy balam, jinim balam xafa bo'lmang. To'xtab turing qizim. Men sizga namaqul bo'lay. Mana uçamdaki kiyimi modadan kağın ne vak? Şundak durup pekadın haq pul verip yürgün ne bu xotunun? Emdiçi şu ölermen xotununu kilin kılıvasıla. Şeytanımı yığı bolsa yalayman detiken. Emdi bundak öylerge çüşüp kağın Halimahan yok. Voy jinim balam, to'xtab turing. Qizim, men namaqul bo'lay. Oy, Halima, yaxshimisiz? Sarı xacamga Urumchidan xat ketgan. Nima? Urumchidan? O'tganda Sarı xacam doktorga apagan muxbir ayolning xati ekan. Xat bilan qo'shib pul chekini avatibdi. Pul cheki? 10 ming ko'yliq pul chekidan a? Pul bilan qo'shib avatgan boshqa sovg'atlarmi bor deyman. Nim bo'ldi Halima? Hang'oy qilib qoldingizmi? Haqiqatan u muxbir Sarı xacamning yaxshiligiga javob qaytargan gap. Demisin bir odamning hayotini qutqizish oson gap emas-da. Hay, uyingizda yamanlab chiqdingizmi nima? Yaqay, ayinib kelay deb. Ma'qul, xo'sh emsa. On ming koy pul cheki, bir jup halqa, 2 tal üzük. Ketmeslik gerek. Bundaq paydı bacayda herkes ketmeslik gerek. Apa, xush xabar apa. Oltasıla apa, oltasıla. Qarasam hiliq muxbir hadimizdan xat kepti. Şuna apamni ko'rib kelishdinmi? Yaltayib sizlarga bu xush xabarni yetkazay deb kelishim. Quruq bo'lsinmi? Muborak bo'lsin apa. O ishni xuddi men qaytirib bering degandek bir muncha chiqimdor bo'pti-ku bu bola. Texi
Mening tafsili ahvolimni so'rabdi. Men go gezgi basammikin deb bunda qilmagandim-ku, ha? Haqiqatan hayotini qutqizib qo'yganlarga xush bo'lib shunday qilgandi, opa. Shundaq bo'lsa-mu, uning uşaq ballari bor-da, balam. Pul lazım bo'ladi, o'ziga qaytirib berayli. Opa, qahning ko'nglini qaytirib. Bo'pti, qizim. Bir jup oltin uzukni siz siling, pulning ortiq qismini o'ziga avatib berayli. Opa, pulni meni xashlab ketadi deb ansirayotamdilar. Yo'q, qizim. Shundaqdimi bu degan xalqning rizqida. Sizlar zodi meni yosh ko'maydilar. Bir haqiqatimi o'z qizlaridek ko'rib boqmadilar. Bo'ldi balam, bo'ldi. Ahmad kelganda maslahatlashib bir ish qilamiz. Ma gaplar bo'ladi, opa. Eg'izdirg'ina bat. Men hujram kirib chiqay. Tova bu ishni. Bazag'imga o'xshamamsiz, qizim. Ha-ha. Uyda zerikib o'ltirg'icha aylanib kiray. Anglasam, oltin uzuk sağanda optab ko'rib yurmasa, chiroyi mush oltin uzukdek sarg'ayib ketamish. Men mangay. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi, o'zingizchi? Yo'qshi, sizni bek sevgandim. Siz qaytib kelgach ko'zlarim teshilib ketadigan o'xshaydi. Men sizni shundoq sevgandim. O'zingizni ko'proq asrang, jinim. İşlerim tüytüp popla, tezle barman. Amal bor tezroq qaytib keling. Sizni bek ko'rgim keldi, jinim. Bek sevgandim. Ma'qul jinim, telefonda olsa birini suyib qo'ying, ha? Vay, qanday ahvolingiz? Ha? Qo'ni joyda? Ma'qul. Ha. Dal vaqtida boraman. Xo'sh. Ma'qul. Halime, maşına tez çıkın.
Halima, nega bardingiz qizim? Hijab ansirattiniz-ku meni. Apamning yeniga berib qo'nib keldim. Bo'lmabdimi? Apangizning yeniga bag'iningizga yaxshi bo'pti, qizim. Qo'nib qolaman deb qo'ygan bo'lsangiz, kecha kirpik qaqmay chiqdim. O işte. Nega olsam sizlarga do'xlab qilamdim endi. Bundan keyin hojatga chiqsam sizlarga do'xlab qilay. Bo'lamdi? Apa, ben qaytib keldim. Voy, qaytib keldingmi, jinim bolam? Halima qani? U hujrasidamikin? Men har qitim komandirovkaga chiqib, yot shaharlarda hatto 10 kunlab turib qolsam, ayolim Halima 1 minutni xiyolimdan yer bo'lmaydi. Uni cho'nqur seg'inish ichida eslaydim. Ishlarimni tugatib tezroq uyga berib, Halimaning vasliga yetishni o'ylaydim. Onam bo'lsa xiyolimga kirib chiqmadi. Xiyol qildim degan taqdirdami, uchib ketayotgan qushning soyasi beshimga tushib o'tgandek, onamning simosi lepta qilib ko'z oldimda paydo bo'lib, yana yo'qolib ketdi. Halima mening borlig'im edi. Halima bo'lmagan turmushni tasavvur qila olmaydim. Komandirovkadan kelganda bo'lsa, opam er-xotin ikkimizga nisbatan ortiqcha odam bilan boradi. Ana, o'g'lim har qatim komandirovkaga chiqib ketganda qancha kechalarni uxlamay, g'am andisha, sig'inish bilan o'tkazgansan. Farzand ishqida gulxan bo'lib yongan yuragim, o'g'lim qaytib kelsa, uni bag'ringga chimilib besishni, uning peshonasiga onalik mehr-muhabbat bilan to'ymay so'yishni istar edi. Lekin o'g'lim to'y qilgandan keyin uni bir qatim bag'ringga basa oladingmi? Ashu yolg'iz o'g'lim o'g'illik mehri bilan sening bag'ringga o'zini itib baqdimi? Yo'q. Ashu yolg'iz o'g'lim sening bag'ringga emas, balki ayolining bag'riga o'zini otdi. Ana. O'g'limni bag'ringga besish uchun kang echilgan illiq quchoqlaring havoda bo'shqini laylab qolganida yuragingga zig' sanchilgandek bo'lib, qancha azoblangansan, ha? Ne bo'ldingiz, Amrig'im? Opam ko'nglingizni og'ritib qo'ymagandi? Voy jon, kashkish opam deyavergansiz. Apangizchi, men bir jup uzuq qilib berdi. Shun vaqtincha apangizdan og'rinmayman. Lekin nima bo'ldi? Apangizga dang, telefonda sizga degan heliq pulning yarmini bizga bersin. Voy, mushu gapmidi? Sening meni deb yurmasakmi, bir oilaning puliga u. Nima? Siz undaq degan bilan apangizning ruxsatsiz shu pulga chaqilg'ili olamdi? Bilamsiz, men hozir eg'ir bo'y. Nima dedingiz, Halima? Men dadovlandim. Halima, men dadovlandim. Voy jon, ner turing-a? Men nima qo'yda? Siz nima qo'yda? Ayting, Halima, siz hozir nima qo'yda? Shu topda nima desingiz? Nima ta'limingiz bo'lsa, beshim bilan mengib yurib, hal qilib beraman. Apangizga deb pulni eling, doktorxonaga yurib balon og'iz etiman. Nima? Bu nima deganimiz bu, Halima? Balon og'iz etiman dedim, og'iz etiman. Bo'yimda qog'imni hozirgacha bilmay yuribman. Nimishqa, Halima? Bu bolamni nimishqa shuratmoqchi bo'lasiz? Shuratmay tug'amdim emsa, qarang yuzimga odamni satlashtirib helitin dog' tushgala turibdi. Vaqtida amal qilmasam, atogin kasamni kayniga qo'sig'imni oldig'idan baytib beramdim. To'g'samchi tahi figoram butunlay buziladi. Unda olmaydi, Halima. Hargiz unda olmaydi. Xotirjam bo'ling. Eliq pullarning hammasini sizni kutishga sarf qilaman. Sizning go'zalligingizmi buning ichida, Amrig'im? Tug'mayman dedim, tug'mayman. Hargiz tug'mayman. Mushu birini tug'ib bering. Bundan keyin hargiz bola demayman. Gapim gap. Siz nima desangiz shuni o'rindab beraman. Yana sizga bir jup oltin bilezik olib beraman, bo'ladimi? Asma? Siz bek yaxshimi? Keldingmi bola? Qarang, Halima, men sizga nima olib keldim? Qarang, paxlan go'shi. Opam sizga sho'r qilib bersin, quvvat bo'ladi. Yana tek o'pkasizmi bor mana? Voy, samirib ketamanmikin deb qo'rqsam, ko'nglimni ilashtirib, yana bu narsalarni ko'tarib kelganni. Men-chi, go'shtga to'yib cho'ng olgan. O'zingiz yeyavering. Halima, yana mevichi bilan bor. To'xtang. Halima, to'xtab turing. Yeb beqing.
Apa? Keldingmi bolam? Nim bo'ldi sana? İşnim bo'lmadi. Tamoq yedingmi? Yedim. Bir gapni sana demoqchidim, apa. Nima gapdi u? Men bugun tushdan keyin Urumchiga 6 oylik bilim oshirishga bormoqchi edim. Tushdan keyin mengaman. Nima? Shundoq tuyuqsizmi? Halima bilamdi bolam. Biladi, apa. Bu xabarni menga uqtirgan xili o'g'an. Halimaga deb sana deyishni unutib qoptiman. Baribir seni ansirtib qo'yg'icha bugun deganim yaxshi bo'ldi, apa. Uydan chiqmay o'ltirgan vaqting bo'larmi bolam? Qachonli qarasa sirtda yuraysan. Qanday qilaman, apa? Xizmatning ehtiyoji shu tursa. Qachonmi kelasan bolam? 6 oy degan oz gapmi? Sen kelgicha bu kunlar qandoq o'ta? 6 oy degan hash-pashlik o'tib ketadi, apa. O'zing bilsa, Halima eg'ir boy. Uningga obdan qarg'in. Nima yeyman, nima kiyman desa, hammani qilib ko'nglini og'ritib qo'ymagan juma, apa. Ma'qul bolam. Deganingdek qilaman. Yiroq safarga chiqadigan bo'lyapsan, o'zingni asirg'in. Ma'qul. Yo'lliq bo'g'im bolam. Yig'lama, apa. Sen o'zingni obdan asirg'in. Juma, men idoraga berib, bejirdigan ishlarimni bejirmasam bo'lmaydi. Ma'qul amsa, apa. Men berib kelay. Jinim bolam. O'zingga puxta bo'l bolam. Yo'l bo'lsin. Siz kelgach yo'lingizga talmirib gelimdan g'izo o'tmaydigan bo'ldi. Bu 6 oy vaqt qachonmi to'sha? Shu xizmatingizning ehtiyojini demasam-ku, sizni hech yerga mang'izmaydim. Mening sizdan 1 minut ayrılığım yo'q, jinim. Lekin amal qancha? Xo'sh. Ma'qul. Xo'sh. Bolam, nega mangdingiz? Xeyli lavabda talatizga chiqmag'ili. Uyda o'ltirib ishtek zerikib ketdim. Havo yegash aylanib kiray. Ala kızım, tavuz yege. Apa, dada, sizlarga deydigan gapim bor edi. Degine kızım. Ahmet komandorubkaga chiqib ketib, qiyin opamning yolg'izchilikdan ichi siqilib qoldi. Shunga sizlarning qishinglarga ep kelsam, o'zaro halmon qilsanglar, shaharning manzarali joylarini cho'kiltib kelsanglarmikin degan edim. Shunda bo'lsa, qiyin opamni baxush bo'lgan bo'ladi. Yaxshi o'ylabsan qizim. Bizmi deyishadigan tuzuk parang yo'q, zerikib qolaverdik. Undaq bo'lsa, hozirli berib, darhol ep kelgin. Birdam yerimdan halmon qilishadi. Qo'shildingmi dada? Buningga gap ketadi qizim. Bek yaxshi jimsan. Qandaqroq qudam. Obdan turvatamdilar. Herhalde yaman emas turdik. O'zlaricha. Menmi yomon emas turvatman. Choy ichsizlar. Choy icha qizim. Baxsizlar. Shundoq qilib Ahmad ketdi qudam. Biz ikkimiz qoldik. Ahmadjonmi o'qishibsizlar, qaytib kela. Apa, dada, amsa apamni sizlarga topshirdim. Haldan obdan xabar olasizlar. Men qaytay, uyda qiladigan yana azroq ishim bor edi.
Ben qaytayam dada. Xeyri xoş. Xoş apa. Qarab manga da. Ah. Kim o? Ben. Tez dur. Kim o? Men balam. Ha? Apa? Buncha kechdi qo'rqmay qandoq keldilar? Sizdan ensirab qaytib keldim balam. Voy voy. Ya kichik bola bo'lmisan? Ha, amis kirib aram asla. Sizmi o'qib qarab kelamsiz? Ha, ma'qul. Tez chiqing. Kim? Apa? Balam, Nevracamning insi. Yo'q, mening nevra akam. Shundoq. baldurroq degan bo'lsangiz, tamoq etib beratdim emasmi? Bo'ldi. Men mangay. Helimi yaxshi, u qeri sezamay qoldi. O qeri eringiz deb qo'ymasa? Yo'q, deyamaydi. U qeri o'g'lining ko'nglini bak ayaydi, deysizmi? Ahmad baribir ishamaydi. Undaq bo'lsa, ansirmisan bo'g'dak a? Voy, vaqt birek berib qapti. Men qaytayga. Nimada ansiraysiz? Yo'q, bugun dadam opamning yiniga boraman. Qiyin opangizni yolg'iz tashlab qo'yamsiz? O işte, nima karim o qeri bilan. Ahmad uyda bo'lmasa, uyda o'ltirmayman. Cho'ng uyga ketaman. Amsa men qaytay-ya, biroz ko'rib qolsin yana. Bo'pti. Amsa telefon qilasiz Ha, a? telefon qilaman ha. Qo'shamsa. Ha.
Voy. Halima ma? Ahmadmisiz? Qandaq yaxshi turib Yaxshi, o'zingiz-chi? Balam salomatmi? Balamiz salomat. Doktor kelar hafta yangisiz deydi. Men baq qo'rqyapman. Qo'rqmang. Men ruxsat so'rab, atil yo'lga chiqaman. Ma'qul. Amisi tezroq keling, ha? Ma'qul. Ma'qul, xo'sh. Apa, ben qaytib keldim. Voy, jinim balam. Yo'lda chapat atmagan sen ha? Yo'q. Bir narsa yedingmi? Halima qani? Halima, u uyda. Halima, yaxshi turdingizmi? Sizni bak sevgandim Jumo. Sevginib demişdeki, telefon vermegen bolsam to'g'ut bölümünde jinim bilan o'ynashayotgan chaqda, Urumchida g'amsiz holda o'yiningizni o'ynab yuratdingiz. Undaq emas. Xizmatimning ehtiyoji shu tursa. Xizmatning ehtiyojimishdeki. Xotirjam bo'ling. Endi hargiz ketmayman. Sizga yaxshi qarayman jinim. Rasman? Rost. Siz bek yaxshi jimu. Oy can. Ahmet. Oy can. Oy. Oy. Oy can. Ahmet. Oy can. Oy. Halima. Oy bolam Ne bo'ldi? mashina chaqiram. Oy To'xtang. can. Men hozirla mashina tep kerak. Chidab tur. Kes. Oy. Oy. Oy can. Oy. Doktor. Hoş xabar. Ayolunuz qiz tug'di. Rosma doktor. Rahmat. Ko'p rahmat. Arzimaydi. Rahmat balam, rahmat. Arzimaydi. Rahmat. Oppa, qiz tug'ibdi. Oppa, narsa keraklarni tez tayyor qil. Halima bilan bolamni qo'shiqqa echib ketdi. Doktorxonaga chapsam bo'lmasa bo'lmaydi. Ana balam, ana. Bo'la tez. Bo'la oppa. Chapsam bo'laydi. Mayli. Tezroq bo'la. Aka balam. Men Halima. Onun, oma kızım. Halima, maus Ma'sal. sıkı işçi bilen. Önüm, açıldım. Halima, balını emittiniz mi? Süt paraşüge vereyli. Nime? Bu neyim deganimiz? Onun üstüge bu narsalar yetemdi o. Meni tugasin demoqchimisiz? Helimi bola tug'man deb mo'mayg'ila o'xshab qoldim. Endi tug'ib bersam boqamamsiz? Bir qitim bo'lsin-u amchak seling balam.
Emitmisiniz, zaya bo'p ketadi. Sütünüzmi eqib sizni xafa qiladi. Oqsi mayli, sho'rab emgandan yaxshiroq. Meni emmaganga bola cho'ng'imay qalamdi. Bola imtiman deb iskatimni buzg'im yo'q. Sut to'xtatadigan o'qil olaman. Bu Әмсі емізге құтысыға азырақ сиғып берің боламды. Nima? Meni seg'in kalis ko'rib qoldingizmi? Voy canım balam. Nimançımı yığılaydıgan sen. Min boğandı bu balığa. Ahmet, Ahmet bu yak çık balam. Не болды, апа? Kara bu balı fakat bulanmayvatıdı. Karab bakın. Yığılap toxtumayvatıdı balam. Bala bek yığılap ketvatıdı balam. Balı beklik cansız. Bundan keyin texim o. Апа, әлемәмі кечеч вайжалап ятам еді. Doktorxanaga berip gelsek mikin? Әмісі, balığı mən qarab duray. Sen onu doktorxanaga Ma'qul. apağın. Ma'qul, апа. Kele balam, canım balam. Ma'qul. Voy canım balam, ana sütü emmey qandaq mı çoğ bolasan? Qandaq qılaman bu balani, nimandaq şığlaydıqandı. Allay, allay, allay balam, allay balam. Canım balam, çoğ apısa qarab, yetip ketkinni qarmamdıqan. Apa tez ol. Yatak lazımlık neslen tayarlap be. Əliməni yatak qaldı. Sol köksünü ciddi davalamsa kesinlikle çayı bakın. Nim boğandı balam. Apa tez bol. Əlime yalnız kaldı. Ben tez bağımısam bulmaydı. Maqol sen balam ip durğun. Ulan apa, Mən tayar. tez boğun. Özünüzgü mü kıldınız? Balığı mı kıldınız? Bundaq bo'lishini men nereden bilay? Endi bechora bolamg'imi tas oldi. Imitiman debmi imitanmayman. Endi pushayman qilganning foydasi yo'q. Bundan keyin balığı yaxshi qarsaqli bo'lmadimi? Ahmet Aka tez bulun. Sarhan Çolpan sizi çakıra tutu. Balınız o. Balığı ne yaptı? Ben bilmedim. Lekin o. Ne? Doktor, qandaq oldu? Kechirim ular. Biz ko'p tirishchanlik ko'rsatdik, lekin amal olmadi. Balamlarni. Nima? Balam, Voy balam, canım balam. balam. Voy canım balam. Kızım, canım kızım. Bizni kechir. Biz sana yaxshi qarayamadik. Sen bu başka balalarga o'xshash yashashing, do'stlaring bilan xo'shal-xuram o'ynashing, maktabda o'qishing kerak edi. O'qishni bitirmay turiblar nimishqa baldir qaytib kelasiz. Tashkil sizga ishinib sizni o'qishga ayvatsa, siz bundaq mas'uliyatsizlik qilsangiz qanday bo'ladi? Ayolimning tug'uti yiqilishib qolg'achqa amalsiz ruxsat so'rashqim ulguramay qaytib keldim. Albatta qandaqli ish bo'lsa, bizga xabar qilib,
Bizde ruxsat so'rashingiz kerak edi. Endi bugunli yo'lga chiqib, o'qishingizni to'liq oyoqlashtirib keling. Ma'qul. Bo'ladi boshliq. Men bugun yo'lga chiqib, o'qishimni cho'qim to'liq oyoqlashtirib qaytib kelaman. Ma'qul, chiqsangiz bo'ladi. Ma'qul. Shundoq qilib, qizimning 7 nazaridan keyin qolgan ozg'in o'qishimni davomlashtirish uchun bo'ynimni qil og'amchida bog'lab, so'rigandek amalsiz holda Urumchiga qarab yo'lga chiqdim. O'qishimni tamomlab uyga ketyapman. Shu topda uyga tezroq berishni. Eshik oldida meni saqlab, ko'zlari teshilay deb qolgan suyimlik ayolimni bag'rimga ching'idib besishni. Uning bilan turmushning visol paytlaridagi shirin minutlarni o'tkazishni o'ylab, yuraklarim xushallikdan tepshaklab ketmoqda edi. Halime? Apa, ben qaytib keldim. Apa? Keldim mu balam? Ha, sana ne oldu? Mijazim yo'q. Buncha kasal tatqinini bilmabdiman, apa. Nima va? Rahmat, o'g'lim. G'izo yemagan bo'lsam-mu, sening so'zingdan g'izo yegandek bo'ldim, balam. Sen kelguncha inkim tingilmay qilishidan bekmi ansirgan edim. Yenimdan neri ketmagin bo'lamdi. Ma'qul. Rost doğru ishdingmi? Yo'q. Men Dorangni ishga qo'yay, apa. Baxtingni bersin. Rahmat jinim balam. Rost, apa. Halime ko'rinmaydi o. Halime, apasining uyiga qaytib ketgili. Xeli kunlar bo'ldi. Texchi qaytib kelmaydi o. Amsi men berib baqay. Bo'lamdi, apa. Bag'im balam, bag'im. Oy, uxlab qapti-ku. Apam bu suyuq sela bir narsa qilib bersak bo'ladi. Shundoq qilsak u bek yaxshi bo'ladi. Bugun bek kashib ketdi. Ahtil qilib bermadim. Mayli amsi. Hay, chiroqni o'chirdim.
Apa, Keldingmi balam? Kela çay içkin. Çay içip al. Halime qani? Atdigan sening keyningdillam chiqib ketgan. Apsinikiga ketibdi-da. Shundoq o'xshaydi. Balam, Nima gap? ish gap yo'q. Bering. Amsa men Halimani epkilay. Ma'qul. Siz Ürümchiga to'y qilib ketib, tunji qaytim kelishingiz balam. Aslida oldingizga chiqadigan yo'lim bor edi. Desam gap bo'ladi, demasam dard bo'ladi. Ichim dard bilan to'shib ketdi. Bir talla kelin deb ko'zga shuncha qaradim. Lekin eliqi sizga gapini qilib bergan muxbir qizimning pulini qaytarib beray deb shuncha desam, davolanaman deb unimay, unimi yo'q qildi. Dunyolikda ko'rgan aram bir navramni bir qitim imitib qo'ymay, meni navrisiz qo'ydi. Yuragim og'riydi qizim. Bola o'lib ketgandim bu yon. Hech saqlig'im yo'q. Meni bundoq kelinning oldi qo'yg'icha oladigan omonatini tezroq os bo'lmasmidi bolam? Ko'ngillarni buzmasa sarxacha. Kunlar o'tib ketdi. Halimam tuzilib qala. U tuzalmaydi qizim. Uning shuncha qildim. O'z bolamdan char ko'rdim. Bilmadi. Ahmadmi uni desa o'lib berdi. Shuncha kuyinganlarimizga mana uning javobi. Özlerini köprek asırsılar. Qayg'urmisilar. Bizni aytadigan yo'lga chiqamiz. Yo'ldashim tijorat ishi bilan bu tarafga yana o'tadi. Shu vaqtda men sizlarga yaxshi doriladim. Evet. Foydasi yo'q bolam. Mening ahvolim o'zimga ayon. Men uchun uncha kayib ketmanglar. Ko'nglingiz tegil bo'ldi qizim. Bundaq demisizlar sarxacha. Kasallarga shifolik beray. Bo'ldi. Yig'ilmisizlar. Öz vaqtida moda xenim olaman deb uni yaratmagan teng bolam. Odam sati emas, kiyim sati deb Asigulmu ko'zning yig'ini yeydigan qiz bo'pti. Mening gapimga ko'ngan bo'lsang, senmi xotirjam, menmi xotirjam yashaydik. Senmi bolasiz, menmi nevrisiz qolmaydim bolam. Endi har qancha degining bilan o'rniga kelmaydi. Ko'ni xamonni so'rib nima qilsa apa? Balam, bir gap batdi. Deymi, demaymi? Nima gap bo'lsa davamamsa apa? Ayoling to'g'risida bir gap so'z anglamagansan, ha? Bola o'lib ketgan bo'lsa-mu, uni tug'ib berdi. Endi uni o'g'ri ko'laydigan ishlarni qilma. Uning o'chlik qilganing foydasi yo'q. Tova balam, tova qildim. Men bundaqla tepib olgan gap emas bu. O'zingni aqlama. Kimning qanday ekanligi menga ayon. Farzimchi sen Halimani mendan kunlab qapsan. Shundaqmi? Menim o'zingdek tul qoldirsang, ondan ko'ning arada bitgan o'xshaydi. Kimiki xotin ikkimizning orasiga sovuqchi samoqchi bo'ladi ekan. Opam bo'lsa-mu, o'ziga hezi bo'lsin. Qilchi yuz xotir qilmayman. Balam. Ahmet.
Apa! Apa? 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 Kızım aşkına apa? 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 Ahmet. Ahmet. Bo'ldi. Kira. Kira. Bo'ldi. Ko'nglimni yerim qilma. O'zingni yesva. Ketganlar ketdi. Bo'ldi qil. Orqadan bag'in olmaydi. Bo'ldi qil. Bular Ahmet bana. Qaytaydi. Bo'ldi. Mening zahardan ochiq so'zlarim ta'siridan opam yurak kesili qo'zg'alib olamdan o'tdi. Opa, shu kechasi yolg'iz o'g'lingning yuzsizlarcha degan so'zlardan qanchalik azoblangansan. Rahimsiz ajal soyasi ustimga tashlanganda mendek vijdonsiz, bag'ri tosh, vafosiz o'g'lingning ismini muborak og'zingda qancha qitimlab chaqirgan seni. Opa, jinim opa, qora yuz o'g'lingni dunyodagi eng esil sopollar bilan qancha yuzimi, uning gunohlarini, yuzidagi nomussiz qardog'larni mangu chiqarib o'tamaydi opa. Opam tuproq ostiga ko'mildi. U o'zining talay armeni, hasrati, mung'zorini birga ep ketdi. Uning menga aytolmagan nurg'un yurak so'zlari bor edi. U oldimga talay ret kelib, menga gap qilishga jur'at qilolmadi. Jur'at qilolmadi emas, o'g'lini ayidi. Kelinining qo'liq shumliqlarini, o'z uyida yuz bergan sharmandalarcha buzuqliklarni aytsa, onasidan necha yuz esa ortiq yaxshi ko'radigan ayolining bu ishlarni anglagan o'g'lining azoblanishidan, hatto bardoshlik berolmay, yuragining yerilib ketishidan ansirab, vaznini tog'mi ko'tarolmaydigan bu xo'rliqlarni inson bolasi tasavvur qilolmagudek darajadagi chidam bilan o'z yuragiga singdirib keldi. Afsus. Tumanming afsus. Men bularni kechikib, to'limi kechikib his qildim. Esqib yetganimda bo'lsa, mehribon, oq ko'ngil onamdan allaqachon ayrilib qolgan edi. Siz yo'q yeganlarim zahar, kiyganlarim kepan bo'ladigan bo'ldi. Oqshomlari ko'zimga qandaqmi uyqu kela. Kecha-ichi karavotda emas, tikanning ustida yotgandek yetib chiqadigan bo'ldim, jinim. Bardoshlik bering, qandoq qilamiz? Xizmat emasmi? Ishni imkoniyatini berish tez tugitib qaytaman. Oqshomlari ishni ching taqab yeting. Qo'shnilarning qizini hamroh qilib olsangiz bo'ladi. Ma'qul amsa. Ma'qul. Xo'sh amsa. Xo'sh. Ishning bundaq ta'tir kelishini ko'mamsiz. Men shuncha tirishchilik ko'rsatsam-mu, aloqa qog'ozga tamga bosib olmay qoldim. Yana bir hafta turib qoladigan o'xshayman. Chunki tamga besib beradigan odam ishkir o'lkaga yig'iniga ketibdi. Mendan ansirmang. Bir haftaga qolmay yetib boraman. Ha, ma'qul. Bo'ladi. Xo'sh. Xo'sh amsa.
Rahmat. Xo'sh xabar. Oy, nima xo'sh xabar? Bizga tamg'i besib bergan boshliq qaytib kelibdi. Nima? Atila tamg'i besib bergan bo'ldi. Og'zingga navat adash, bak yaxshi bo'ldi. Ati mang'irgan bo'ldim deb ayolimga telefon qilib aytayamsa. Hey. Uni tuyuqsizlik xo'sh qilatmamsa. Ati ablavalining mashinasi qo'rqmadi ekan. Bizni mo ilib olgan bo'ldi. Bir kunda yetib boramiz. Undaqda bak yaxshi bo'pti. Amsa tayyorligimizni qilaylik. Hey. Uni tuyuqsizlik xo'sh qilatmamsa. Kim o? Kim bo'lmoqchi? Men. Sen? Mağrayım kıl aka, beni geçirip etkin. İplas. Beni digine, bu öyge tuncu kelişim mi ya ki ilgir mi kelgen mi? Tuncu kelişim. Rast gep kıl. Bu musa? Men dey. Rast gepni kısam. Halime bilen sizden ilgirla tunuşkaydım. Lekin iş ornum yoktu. Restoranlarda nakşi etip pul tapattım. Şuna Halime'nin toyluk televini kandıramay kaldım. Keyin o siz bilen toy qilib ketdi. Özüm yaxshi ko'rgan qizni siz bilan birga ko'rish menga bek azob bo'ldi. Shundaqdimi chidab yurdim. Keyin Halime bilan uchrashib qoldim. U menga o'zining xato qilganligini, pulni debla siz bilan to'y qilgashqa sizga ko'ngli tushmaganligini, meni dilimo yaxshi ko'rdiganligini aytdi. Shundan keyin biz mushundaq pes ishlarni qilib yurishdik. Shundaqmi? Shundaq. Yo'q. Mening demoqchim yo'q dema. Acaba sen shuncha pes ishlarni qilib yurishding burun. Yana bir insonning yuragini, izzat obro'yini dafsanda qilayotganligini o'ylab baqdingmi, ablah? O'ylagan. Lekin og'zingni yom. Sen meni xo'rlading. Opamning o'limiga sababchi bo'lishding. Senlarni kechirish menga o'lim bilan barobar. Ish bo'lsa, yuzuringga xalqi olam bilgudek qilib belgi solmasan, yesib emas. Yok. Özenge mi kıldım? Bana mı kıldım? Ki ya bu ne? Buraya itmez. Hocam. Sakçı darısı var mıyız? Hayır baba. Hatircem aram ağaysan. Eğer oğlunun teligini düşensem,
o'g'lingni kechirsang, tushimga kirgaysan. Əmgək bilan o'zgartish maydonidan aloqa topshirib oldik. Sizning turmidagi ifodingiz alohida yaxshi ekan. Ular sizdan to'liq rozi bo'libdi. Ular sizni uyga kelib qamoqchi bo'lganda, siz qo'shilmay qo'yibsiz. Shunga biz har tarafdan o'ylanib, Əmgək kadrlar idorasiga siz to'g'riliq doklad yo'liga aydik. Aslidagi xizmat o'rningiz bilan aloqa ko'rdik. Ular sizni yana ep qoladigan bo'ldi. Siz buningga qanday qaraysiz-kin? Men bu ana tupurg'imda qaytadan bek surishga rozi. Sizlar menga shunchalik ko'ngil bo'lyapsizlar. Men sizlarga chin yuragimdan rahmat aytaman. Ahmet, qaytib chiqibsiz-da. Meni turmada chirib tugaydi deb o'ylagan eding. Men de hayot. Kuning yomon emas o'xshamamdi. Xonishlar ekasini o'qsan. Meni taqdir jazoladi Ahmet. Mening ko'rgan kunimni ko'chirib kelolmi ishlarni ko'maydi. Sen bu kunlarni ko'rishga haqli. Chunki sen o'z baxtingni o'zing nobud qilgan. Bo'pti. Bularni qo'yib turaylik. Hozir nima ish qilyapsan? Nima ish qilyaptim? Nada qo'saq to'ysa, shu yerda yuryapman. Mana hozir yaxshi bo'ldi, siz qaytib chiqdingiz. Ilgari yetkazamagan mehrimni sizga qayta yetkazaman. Sana ko'p rahmat. Buna qurib qolgan daraxtni ko'kartish qudratini bermabdi ekan. Qalbimdagi gullik allaqachon qurib ketdi. Men uni bir umr parvarish qilib qaytadan ichildirmayman. Gapning rosti, men seni bir umr yaxshi ko'ramayman. Hem senin yaxshi ko'rishingga muhtoj emasman. Nima? Hey ukam, avu xotin sizga nima deb yig'lab beryapti? Aha ayolni demla. Mendan sadiq so'ragandi. Hech pul yo'q, beramadim. Shuni yig'layotdi. Demay obdan qilibsiz ukam. U bir buzuq ayol edi. Men tek sizni yaqin yurtliq ko'rib qoldimki deb o'ylab ketibdiman. Qarmoq u bir obdan mazlumda ko'rinadi. Nima ish qundaq deyla? Hey ukam, siz buni bilmaysiz. U erining beshiga chiqqan jodugar bir nima. Uning eri bir obdan bola edi. La'natining sababidan qo'lga ilinib ketdi. Hozir uning chiqqan chiqmaganligini texi bilmaymiz. Shundan boshlab u biraqli ko'chaga chiqib qoldi. Anlasak, o boshqacharoq bir kasalga giribdor bo'lib qoptidek. Uning sababidan ota-onasi bu yurtda ko'p qisildi. Oxiri qon yutib, oq-oqidan o'lib ketdi. Hey, hozir uning ko'rgan kuniga odamning ichi og'riydi ukam. Lekin u o'zi qilganda. Hey. Adam ölüptü! Bir ayol özünü öldürüptü!
yap yaşlı ayal keldi. Yaxshi bo'pti. Yurtimizdan bir bola qaza yo'qotdi. Bu sening nishon belging bo'lsin, Halima. Beajal o'lib, xalqning nafratiga qolganing uchun nimali degan bilan sen mening ayolim eding. Xayr. Mendan rozi bo'l. Hasretlik küllerdi, ağrıdı bu baş. Aydı gözümde taram taram yaş. Telmürüp her yanğa ahuzar gözüm. Cihanda var mıdır bana bir kıyaş. Azizlep kalbimni bergan dilbirim. Bu g'irib beshimga ne kulbat soldi. Judolik dardig'u maylidim lekin saharlik qo'l bilan jonimni oldi. Yığılğan anam şu sebep bir acayip kendi göz yumur. Pişayman hasretge emdi ne kılay. Ah ana ne desen tutqazayım beni bunca dert tartacak.